Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar, sog'liqli zo'rmi, sog' salomatmisizlar? Sizlarga bugun tanishtirib o'tadigan mashinamiz Nexia 3 mashinamiz 2022 yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka. Kraskaslari Rodnoy, bir krilinda petno kraskasi bor. Libustalaringizga ko'rsatib olaverasizlar. Eng zo'ri avtomat korobka, metanan bor. Mashinamiz holati zo'r, yumshoq balonlarda, saka diskalarida turibdi. Mashinamiz eng qiziqli yerini aytadigan bo'lsam, 17 milyon so'm pul bilan oldingizga o'tishi mumkin. 17 milyon so'm pul aytgalasizlar, 3 milyon 900 dan 4 milyonlardan chiqib boradi oylik to'lovi. 17 milyon so'm bilan oldingizga o'tadi. Mashinani avtokredit bo'ladigan bo'lsa 120 milyon so'm beraman. Agarda shu yerga kelib, Qo'shqo'rg'on savdo zontik bozordan meni so'rab oladigan bo'lsangizlar, mendan oladigan bo'lsangiz 120 milyon so'm pul beraman. 120 milyon so'm. 124 milyon so'm pul yozilib turibdi. 128 yazılgan, 124 milyon so'm yozilib turibdi. 120 milyon so'm beriladi mashina. Qo'shqo'rg'on savdo zontik bozorimizda turadi mashinamiz. Kelaverasizlar.